naushniklaringizni taqib, xotirjam o'tirib oling. Bugungi uchrashuvimiz unaqa uzun bo'lmaydi. Bor yo'g'i 30 daqiqa. 30 daqiqangizni o'zingizga sarflang, do'stlar. Men hozir mana bolalarni bog'chaga qo'ya turib, uyga qaytishga ulgurmadim. Sizlar bilan hozir bu efirga chiqyapman. Nima uchun? Chunki siz bilan bo'lgan uchrashuvim men uchun juda muhim. Vaholanki hozir meni uyda issiqqina nonushta kutyapti, issiqqina kofe kutyapti meni, keyin ishlar kutyapti, lekin siz bilan bo'ladigan uchrashuvim men uchun muhim. Shuning uchun hammasini to'xtatdim-da, mashinani pechkasini yoqib qo'ydim-da, hozir mashinada siz bilan o'tiribman. Nima uchun, do'stlar? Chunki menda prioritet degan narsa bor. Вообще har bir inson, har birimiz, любой planetamizdagi har bir inson o'zini hayotida bir prioritet bilan yashaydi. Prioritet nima degani? Prioritet bu ayni damda, mana hozirgi paytda inson uchun muhim bo'lgan, eng muhim bo'lgan amal. Mana bu prioritet. Agarda sizni hayotingizga deylik bardavom daromad olib keladigan, sizni oilangizni hayotini ijobiy tomonga o'zgartiradigan, deylik sizga passiv daromad olib keladigan amallarni prioritetga qo'ysangiz, demak siz har doim yutib chiqasiz. Misol keltiraman. Bo'lishi mumkin, hozir siz deylik oyliklik ishda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin, da? Va mana bu oyliklik ishingizda hozir joizda, ish joizda bo'lishingiz kerak. No, bilasizmi, bu ish oyliklik ishingiz hozir bu oy sizga oylik beradi, keyingi oy beradi. Быть может, keyingi oy sizni даже ishdan bo'shatishlari ham mumkin. Даже ishdan bo'shatishmagan taqdirda ham pensiya yoshingizga yetganingizda sizni pensiyaga chiqarishadi. Va sizga aytishadiki, rahmat, xizmatingiz uchun xayr. Da? Mana meni hozir ota-onam pensiyada, ekalari ham pensiyaga chiqishgan. Otam yurist, onam buxgalter. Otamni va onamni pensiyalarini birlashtirsak agar 3 million so'm ham chiqmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Va vaholanki otam ham, onam ham ishlagan paytlarida ishlarini har doim prioritetga qo'yganlar. Mana hozir ularni demak daromadlari. Nima uchun men bu misolni keltiryapman? Agar siz xuddi mana shunday prioritetda yashaydigan bo'lsangiz, to sizni mana shunday pensiya yoki mana shunday natija kutishi mumkin. Yo'q, lekin sizda alternativa bor. Ya'ni demak boshqa variant bor. Ishingizni qiling, bo'shamang. Lekin 30 minut, 1 soat oradan, bilmayman 2 soatda shunaqangi uchrashuvlarimiz bor paytida vaqt topasizda va mana bu biznesga prioritet berasiz. Bu yerda bilimlar olasiz, tajribalar olasiz, tadbirlarimizda qatnashasiz va parallel olib borasiz. Da, bu qiyin. Bu oson emas. Bu sizdan ko'proq vaqt talab qiladi. Qayerdadir qorningiz och qoladi, obedlanishga ulgurmay qolasiz, ujin qilishga, mana menga o'xshab hozir zavtrak qilishga ulgurmaysiz. Va hokazo. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin sizni bu prioritetingiz sizga daromad keltira boshlaydi. Sizga pul olib kela boshlaydi. Va sizda komanda paydo bo'ladi. Va sizdagi paydo bo'lgan komanda tufayli sizda kvalifikatsiya daromadingiz oshgani sari aytaylik, misol uchun oyiga $5000 daromadga chiqdingiz, misol uchun. Davayt olamiz 50 million so'm. Oyiga 50 million so'm daromadga chiqdingiz. Siz ishlab yurgan haligi oyliklik ishingiz endi sizga kerakmi? Tushunyapsizmi? Va mana shu tarzda keyin biznesingizda dalcha rivojlantirasiz, bilasizmi? Hozir Greenway'ni yaqin 10 yil, 20 yil, 30, 50 yil ichida nima kutyapti? Bilasizmi, do'stim, ham ustozim, ham meni sherigim, ham bizni siz bilan kompaniyamizning prezidenti va asoschisi Leonid Margunov, ajoyib inson, bir kompaniyani natijasidan ruh olgan. Bu kompaniya mana 90-yillarda ochilibdiki, hali hanuzgacha
hali hanuzgacha dunyodagi eng kuchli kompaniyalarning top 100 ta deb olsak, top 100 ni hozir Greenway 37-o'rinda turibdi hozir. Ana shu top 100 da. Mana bu kompaniya esa top 5 talikdan hech ham joyini bermaydi. To 1-o'rinda, to 2-chi, to 3-o'rinda, to 4-o'rinda, to 5-chi постоянно o'zini joyini top 5 talikda saqlab turadi. Bu amerikanskiy kompaniya, O'zbekistonda yo'q bu kompaniya, Rossiyadan ham chiqib ketdi yaqinda. Lekin boshqa davlatlarda deyarli, hatto Yaponiyada rivojlanib borayotgan kompaniya. Hozir boshqa kompaniyani maqtamoqchi emasman, prosta uni natijasini misol qilib keltirmoqchiman sizga do'stlar. Mana shu kompaniya hatto Yaponiyada rivojlangan. Vyetnam deysizmi, Malayziya deysizmi, barcha davlatlarda. Biz ham Malayziyada, Vyetnamda bormiz, lekin hali Yaponiyaga kirganimiz yo'q. Mana hozir yanvar oyida Xitoy davlatiga kirib boryapmiz. Lekin mana bu kompaniya mana shu deyarli butun dunyoni zaxvat qilgan. Bilasizmi eng qizig'i nimada? Mana sizga savol. Uni yutug'ini aytaman sizga hozir. Bitta misol orqali. Sizga savol. Mana shu kungacha Greenway Globalga kelguningizga qadar uyingizda idish-tovog'ingizni qanday gelda yuvardingiz? O'zingizga javob bering. Ili yozing shu yerda. Qanaqa gelda yuvardingiz? Например, biz ikkala uyimda ham, hovli uyimda ham, domda ham bizda Fairy ishlatilardi. Yillar davomida men eslaymanki, studentlik paytimda 2003-yildan beri Fairy ishlatib kelardik. Kirimizni esa anaqada ximikat, paytlar bilmaganmiz uni unaqa zararli ekanligini, allergiyalar olib, har xil muammolar chiqqandan keyin bildik. O'sha mana bilasizmi 2003-yildan beri, men hozir 2003-yil studentlik paytimdan boshlab eslab aytayapman. 2003-yildan beri kirlarimizni Arielda yuvarmiz. Orada bir Mif ishlatdik, lekin asosan Ariel ishlatdik. Yillar davomida. Men hozir sizga ikkitagina misol keltirdim. Mana idish-tovoqni Fairyda, nima deydi, kirni esa Arielda. Bilasizmi? Boshqa parashokni yoki boshqa idish-tovoq qo'yadigan gelni olmas edik. Nimaga bilasizmi? Chunki shunga o'rganib qolgan edik. Zubnoy pastaga keladigan bo'lsak, bizda har doim uyda Colgate yoki Blendamet bo'lgan. Blendametni ishlatmay qo'yganimizga ancha bo'ldi, asosan Colgate. Pasta. Tish yuvadigan pasta. Faqat Colgate edi. Bilasizmi, 2016-yilgacha Colgate'ni o'zgartirmadim. Pastayanda Colgate. Keyin o'zgartirdim, Splat degan pastaga o'zgartirdim 2016-yil. 2016-yil. Nima uchun? O'rganib qolganim uchun. Keyin yangisiga o'rgandim Splatga. To Greenwayga qadar Splat ishlatardim men. Splat degan zubnoy pasta bo'lardi. Qarochi, nimaga bu misollarni men sizga keltiryapman? Men sizga haliga aytayotgan dunyodagi top 100 talikni eng yuqori 5 ta o'rnini bermayotgan kompaniya, u ham xuddi Greenway singari bir 3000 mi 4000 dan ziyod mahsulotlar ishlab chiqaradi. Va ularda ham Greenwaynikiga o'xshagan mahsulotlar. Va ular mana shu butun dunyoda shu klienturani o'rgatib qo'ygan. Ularda afsuski ximiyalik, disximiya emas, ularda eko emas. Ekosi ham bor, no ximiyalik ularda. Ya'ni bizdagi hammasini eko qilmagan ular. Bizning afzalligimiz, bizning mahsulotlarimizni hammasi ekoligida. Xullas, gap unda emas. Qisqasi bu kompaniya o'zini klienturasini o'rgatib olgan va mana shu 30 yildan ziyod mobaynida mana shu kompaniya o'zini klientura o'rgatib olgan bazasi tufayli hali hanuzgacha top 5 talikdan o'rnini bermaydi. Biz qanaqa kuchli ishlayapmiz-da, stремительно rivojlanib boryapmiz. Endi top 100 talikni 37-o'rniga chiqib oldik. Greenway Global. Bu kompaniya esa top 5 talikni bermayapti. Nima uchun? Chunki o'ziga klienturani o'rgatib olgani uchun. Va nimaga men sizga bu voqeani aytib beryapman, do'stlar? Yana 5 yil o'tadi, balkim 10 yil o'tar. Uzoq bo'lmaydi, 10 yildan ko'p bo'lmaydi, xudo xolasa. Biz siz bilan
butun O'zbekistonni, butun O'rta Osiyo, butun dunyoni xuddi shunday qilib o'zimizni mahsulotlarga o'rgatib olamiz. Faqat bu safar eko mahsulotlar. Faqat bu safar tabiiy, bizni siz bilan sevimli mahsulotlarimizga o'rgatib olamiz. Da? Вот. Nima demoqchiman bu bilan? Bu biz bilan sizga nima beradi? Bu biz bilan sizga doimiy tarzda daromadni beradi. Pasta yanni o'sib boradigan daromadni beradi. Doimiy tarzda o'sishni sizga beradi. Mana bu sizni haqiqiy pensiyangiz, do'stlar. Tushunyapsizmi? Prosta bizni vazifamiz mana shu yillar davomida hozir to'xtamasdan doimiy bo'lib turib ishlash. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? O'xshasa, o'shani takrorlash. O'xshamasa, nimadirni o'zgartirish. Da o'zimiz ustimizda ishlash. Taklifni qilishda davom etish. To'xtamasdan taklif doimiylik. Da doimiy tarzda harakat qilaverish va avvaliga o'zimizning yaqinlarimizni, atrofimizdagilarni, keyin esa butun O'zbekistonni, keyin esa butun dunyoni bizni mahsulotlarimizga o'rgatish. Tamom. Qanday qilib? O'zimizni iste'molimiz orqali. Nimadir iste'mol qilyapsiz, bu haqda gapirib bering. Bu haqda videolar oling, klientskiy chat oching, klientskiy chatga bu videolarni qo'ying. Kimgadir sovg'a qilyapsizmi bizning mahsulotimizdan, videoga oling. Mana bunaqa sovg'a qilyapman yaqin insonimga, qarang, bunday. Sekin-sekinlikda o'rgating. Mana bilasiz, mana yangi yil o'tdi. Har yil yangi yilda men qiynalardim. Nima sovg'a bersam ekan deb. Sovg'a beradigan odamlarim ko'pda. Chunki yangi yil arafasida bor endi hamkasblar bor, do'stlar bor. Ular ham sovg'a berishadi. Ularga sovg'a berib qaytarishim kerak. Hozir mana 2 yil bo'ldi qiynalmayapman. Shuni kelaman tak, bu degan shu teramanda, shu olib borib beraman. Sovg'a olayotgan odam ham xursand, o'zim ham xursand. Bu tariqa qarang, ham o'sha har yil beradigan sovg'amni beryapman, ham ularni mahsulotimizga o'rgatyapman. Da, mahsulotimiz eng zo'r sovg'a hozirgi kunda. O'sha uchun sizga bu misollarni berayotganimning sababi, do'stlar, ya'ni prioritetingiz, fokusingiz sizni qayerda? Demak, ana shu yerdan siz natija olasiz. Faqat uni siz kelajagini, uni keyingi qadamlarini hisob-kitob qilishingiz kerak. O'shaning uchun, do'stlar, sizga bugun bir nechta omillarni o'zingizga yozib oling, iltimos do'stlar. Mana shu omillarda doimiy tarzda agar siz Greenway'da muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, agar siz Greenway'da yutuqqa erishaman desangiz, hozir men sizga aytadigan omillarni doimiy tarzda prioritetida bo'ling. Birinchi o'rinda bu sizni orzu maqsadlaringizni yangilanib ko'payib borishi. Ya'ni bu sizni orzuyingiz, do'stlar. Yozib oling, birinchisi. Bu sizni orzuyingiz, bu sizni hayotingiz, bu sizni yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni farovonligi. Yozib borishingiz kerak. Doimiy tarzda ularni ko'paytirib borishingiz kerak, ro'yxatini. Ikkinchisi, bu muhim sizni prioritetingiz, do'stlar, bu sizni ro'yxatingiz. Ro'yxatingiz, do'stlar. Ro'yxatingiz doimiy tarzda ko'payib borishi kerak. Chunki har kuni tanish bilish orttirasiz va ularni ro'yxatini doimiy tarzda tuzib borishingiz kerak. Hozir men buni Telegram orqali qilyapman. Telegramda o'zimga papka ochyapman-da, o'sha papkaga qo'yib chiqyapman. Telegramda shunaqa funksiya bor. Foydalaning, juda zo'r. Bu ro'yxat. Uchinchisi, bu sizni bilimingizni oshiradigan, bu sizni tajribalaringizni oshiradigan treninglar. Ya'ni sizni alohida trening daftaringiz bo'lishi kerak. Mana har kuni soat 9 da yo impuls yo liderlar tomonidan coffee break bo'lyapti, to'g'rimi? Mana shu impuls va coffee break uchrashuvlarida doimiy bo'lishingiz kerak. Har doim doimiy bo'lib turib yozib borishingiz kerak. Har biz mana Open Day, Product Day kunlari shanba kuni liderlarimiz tomonidan treninglar berib boriladi, mavzular o'tib boriladi. Doimiy bo'lishingiz kerak har shanba kuni. Mana hozir bu oy yanvar oyida 11 yanvar kuni bizda
mana rasmiy taqdimot va trening bo'ladi. Ertalabdan kechgacha hamkorlar bilan ishlaymiz. Toshkentda bo'ladi. Taklifnomalar уже liderlarni, hamkorlarni qo'lida. Hoynahoy siz ham taklifnoma olgan bo'lsangiz kerak. Agar taklifnomangiz qo'lingizda bo'lmasa, lideringizning qo'lida bo'lsa, darhol taklifnomamni bering deng, olib qo'ying o'zingizga va komandangizga ham taklifnomani tarqating. Xullas, mana bu 11-yanvarda bo'ladigan tadbirda bo'ling va u yerda ham yozib o'tiring. Ya'ni uchinchisi bu sizni doimiy tarzda bu sohada bilimingizni oshirib borishi. Bunga hozir qo'shimcha qilaman, sizga ajoyib bir xabarni aytaman do'stlar. Ertaga bugun bizda nima? Juma, to'g'rimi? Bugun bizda grafikimiz bo'yicha kstati bir kichkina e'lonni men aytish esimdan chiqibdi. Grafikimiz bo'yicha adashmasam bugun bizda coffee break edi, to'g'rimi? Ertaga esa impuls uchrashuvi, to'g'rimi? Liderlar tomon ertaga impuls. Ertaga ham impulsni siz bilan boshlaymiz do'stlar. O'tamiz, o'zim o'taman ertaga impulsni. Demak, endi biz mana shu to'liq yanvar oyida barcha bizni impuls uchrashuvlarimizda eng hamkorlarimizga kerak bo'lgan bazaviy bilimlarni yangitdan bermoqchimiz. Shaxsan o'zim o'taman bu mavzularni do'stlar. Doimiy bo'ling. Birorta impuls uchrashuvini do'stlar o'tkazib yubormang. Har kuni impuls uchrashuvida doimiy bo'ling. Bir kun impuls bo'ladi, men mavzu o'taman. Ertasi kuni coffee break bo'ladi. Liderlarimiz bilan bu mavzuni mustahkamlaysizlar. Хорошо? Bu bazaviy bilimlar, bu eng muhim, eng dolzarb bo'lgan bilimlar bo'ladi. Bularni qisqa qilib berib, har kuni yarim soat, 30 minut, 40 minut, 50 minut qilib berib boramiz. Keyingi kuni buni mustahkamlab olasiz. Demak, uchinchisi do'stlar bu treninglar. Treninglarimizda doimiy bo'ling. Demak, bir chekkadan boshlaymiz. Orzu maqsadingiz, sizni ro'yxatingiz, bu sizni demak treninglarda qatnashishingiz va treninglarni yozib borishingizda. To'rtinchisi do'stlar bu taklif. Taklifda doimiy bo'lishingiz kerak. Har doim fokusingiz, diqqatingiz taklifda bo'lishi kerak. Har doim taklif. Taklif, kuzatuv, kuzatuv, xarid chiqadi. Taklif, kuzatuv, xarid. Demak, to'rtinchisi taklif va kuzatuv. Beshinchisi esa do'stlar, doimiy tarzda har kuni rejangiz bo'lishi kerak. Bu sizni reja daftaringiz do'stlar. Reja daftaringizni yozib borasiz, doimiy tarzda har kuningizni reja qilasiz va har kuni o'zingizga prioritetni belgilab olasiz. Menda bugun qanday prioritet? Mana shu prioritetni o'zingizga aniqlab olasiz. Endi mana shu 5 ta men sana bergan narsani ichida har kuni agar 5 tasini bajarsangiz, bahoyingiz 5. Agar 4 tasini bajarsangiz, bahoyingiz 4. Agar 3 tasini bajarsangiz, bahoyingiz 3. Agar 2 tasini bajarsangiz, bahoyingiz 2. Agar bittasini bajarsangiz, bahoyingiz 1. Agar birortasini ham bajarmasangiz, do'stlar, unda hayotdan hech narsa kutmang. Demak, 0. Tushunyapsizmi? Mana shu 5 tasini yozib oling do'stlar. Bu sizni prioritetingizdagi bo'lishki kerak bo'lgan amalingiz. Kelishdik? Boshda aytish esimdan chiqibdi do'stlar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz guruh va kanallarimizni yangilayapmiz. Yangitdan yangi yilda boshidan hammasini yangilab boshlayapmiz. Yangicha metod, yangicha talqinda, yangicha nomlar bilan. Nimagaki tanaffus vaqti keldi, yangilanish vaqti keldi. Shuning uchun yilda boshidan buni boshladik. Endi do'stlar, bizda muvaffaqiyatli start demak guruhini o'rniga endi bizda impuls guruhi bo'ladi. Sizlar bilan mana shu impuls guruhida doimiy bo'lamiz. Ana endi sizlarni men bir necha kundan beri qiziqtirib, liderlar tomonidan sizga tayyorlanayotgan bir surpriz haqida aytib bermoqchiman do'stlar. Biz liderlar kengashi bilan, ya'ni leadership bilan uzoq muzokaralar, uzoq suhbatlar, feedbacklar o'tkazib bir to'xtamga keldik
bu liderlarning tashabbusi. Men shuni shunchaki e'lon qilyapman sizga. Bu meni tashabbusim emas. Liderlarning tashabbusi, lekin men yordam beryapman, men qo'llab-quvvatlayapman va liderlarning nomidan hozir sizga e'lon qilaman do'stlar. Liderlarimiz demak siz uchun, ya'ni komanda uchun ajoyib bir aksiya o'ylashdi. Chunki men doim har yili qishda komandani tog'ga, qorbo'ron o'ynagani, qorda chang'ilar uchib, lijalar uchgani olib borardim. Biz dam olib kelardik 2-3 kunlab. Bu yil liderlarimiz xuddi shunday dam olishni sizga uyushtirib berishmoqchi. Men esa ularga to'liq yordam beryapman hamma tashkiliy ishlarida. Shuning uchun do'stlar, diqqat, odamlar eshitmadim demanglar. Hozir men sizga translировать qilaman do'stlar ekranimni. Tak. Translировать ekran. Va sizga hozir liderlarimiz tomonidan e'lon qilinayotgan demak aksiyani tanishtirib o'taman. Demak 1 2 3 Amirsoyda qishki ta'til. Do'stlar va hamkorlarimiz uchun maxsus aksiya. Xo'p, haqiqiy qish, tog'lar, jamoa, rivojlanish, dam olish va albatta ilhom olish. Bu shunchaki dam olish emas do'stlar. Bu qayta yangilanish, o'sish, energiya va energiya jamoa bir joyda to'planishi. Qachon? Demak 9-11, bu yerda xato ketibdi, hozir to'g'riltamiz va 12 fevral kunlari. Sababi sizlar bilan biz sraz aytib o'taman, bir oy oldinga o'tib, demak mana fevral oyidagi tadbirimiz xudo xolasa 8 fevralda bo'ladi. Bu ta'tilimiz esa 9, 10, 11 fevralda bo'lib o'tadi. To'g'ri ekan, 9, 11 to'g'ri. 9, 10, 11. Demak 9, 10, 11, ya'ni 3 kun, 2 kecha biz sizlar bilan tog'da, Amirsoy va Chimyonda bizda mana Sky Village degan dam olish maskani bor. O'sha yerda ajoyib shukuhda sizlar bilan dam olamiz. Hozir sizlarga video rasmlar ko'rsataman. Endi qanday qilib qatnashish mumkin? Sizda hozir savol paydo bo'ldi, to'g'rimi? Demak, shartlar juda oddiy do'stlar. Shaxsiy 200 PV faollik bo'lishi, 5 ta shaxsiy hamkor, har biri kamida 200 PV bilan faol bo'lishi. Ya'ni do'stlar, o'zingizni hozir joyingizni 200 PV ga faollashtirasiz va 5 ta shaxsiyingiz, farqi yo'q qaysi, yangi, eski 5 ta shaxsiyingiz ham 200 PV dan faol bo'lsa, shu tamom, sayohat sizniki. Demak, liderlar bilan birga qishki ta'tilga yo'l olasiz. Endi Amirsoyda bizni nimalar kutyapti? Liderlardan treninglar, psixologik va rivojlantiruvchi, o'stiruvchi o'yinlar, o'ziga ishonch va bahoni oshiruvchi texnikalar, biznesni rivojlantirish uchun real instrumentlar, chang'i va chanalarda uchish, yosh bolalardek mazza qilib, qor bilan o'ynash, qor odam yasash, sizlar bilan qorligi snegavik yasaymiz do'stlar, xudo xolasa. Quvonch, kulgu va bolalardek samimiy lahzalar. Savol sizga. Aytingchi, qachon oxirgi marta qorga bulanib, qorga yotib olib, haligi qor bo'ron o'ynab, ana bu qor odam yasaganidingiz? Qachon? Menimcha ancha bo'lib ketgan bo'lsa kerak, Balkim kimdir o'zi bu yil foydalangandir qor yoqqanida. Lekin bolaligimizda deb yozyaptilar Xolnis opa. Ko'pchilik bolalikda qilgan, boshqa buni qilmagan. Haligi katta bo'ldik degan, bu qo'shtirnoq ichidagi katta bo'ldik degan predlog bilan, to'g'rimi? To'g'ri tushunaman do'stlar, meni o'zim ham shunaqaman, lekin komanda bilan tez-tez biz bunday o'ynab turamiz. Tashqi do'stlar, yosh bolalardek mazza qilib quvnab,
oppoq top-toza qalin yoqqan qorga yumalab o'ynash vaqti keldi. Bu hammasi albatta tog'da. Chunki shaharda bunaqa qor yo'q. Lekin tog'da u yoqda keragidan ortiq qor bor do'stlar. Hozir sizga rasmlarni ko'rsataman. Albatta biz bilan professional foto video bo'ladi. Komandamiz uchun yaxshi chiroyli bir roliklar tayyorlab beradi xudo xolasa. Endi nega sizga bu kerak? Keling mana bu savolga ham javob olamiz. Birinchi o'rinda bu ruhiy va energetik qayta yangilanishingiz uchun. Ya'ni refresh qilib olishingiz uchun. Ham jismonan, ham ruhan yangilanib olishingiz uchun. Men bilaman ko'pchilik hozir bu narsaga yetishmayapti. To'g'rimi, yo'qmi? To'g'rimi do'stlar? Davaychi reaksiya bildiramiz. Ikkinchisi, motivatsiya va ilhom olish. Ko'pchilikka albatta motivatsiya kerak, yangi zaryad, yangi energiya kerak. Do'stlar, buni hammasini kakras tog'da o'sha qorbo'ron o'ynab, o'sha treninglar o'tib, haligi kaminni oldida olov yoqib, isinib, iliq suhbatlar, treninglar orqali buni amalga oshiramiz, xudo xolasa. Shaxs sifatida va biznesda o'sish. Do'stlar, u yerda trening bo'ladi, iliq suhbatlar bo'ladi, juda ajoyib u yerda uchrashuvlar bo'ladi. Bu hammasi sizni o'sishingiz uchun, sizni rivojlanishingiz uchun. Keyingisi jamoa bilan yaqinlashish. Buni bizda team building deymiz. Ya'ni sayohatlar, bunday tadbirlar bizni yanada yaqinlashtiradi, yanada birlashtiradi do'stlar. Va bunga biz bilan, siz bilan imkoniyatimiz bo'ladi. Keyingisi va hayotda unutilmas 3 kunni birga o'tkazish. Do'stlar, bunday kunlar hayotimizda juda kam. Keling tan olaylik. To'g'rimi, yo'qmi? Imini mana shunaqangi tadbirlar, mana shunaqangi o'yinlarda qorbo'ron o'ynab, olov ostida o'tirib, yonida o'tirib, haligi iliq suhbatlar qurishda, u yerda haligi antenna ishlamaydigan, telefon ishlamaydigan joyda, u yerda lekin yaxshi xabar, biz yashaydigan joyda Wi-Fi bor, bemalol internetga chiqsangiz bo'ladi. Lekin u yerda aloqa unchalik yaxshi emas. Takot bunaqa imkoniyat hayotimizda har doim bo'lmaydi do'stlar. Bu imkoniyatdan har biringiz do'stlar foydalanib qolishingiz kerak. Ana endi keling sizga men demak ko'rsatay ajoyib rasm videolarni qayerga sizlar bilan boryapmiz. Keling avvaliga u yerdagi manzarani sizga ko'rsatay. Mana u yerdagi manzara do'stlar. Hamma yoq oppoq guppillab yog'gan qor, doimiy tarzda qor yog'adi. Chunki bu tog'da tepasida do'stlar. Mana bu esa xonalari do'stlar. Cho'pli pollari bilan, kamin pechkalari bilan o'tin qo'yasiz. O kaminni ko'ryapsizmi? O'tinni qo'yasizda, o'sha yerda o'tinga olov qo'yib, yoqib o'tirasiz. Juda ajoyib sharoitlar. Bu yerda o'tirib, komanda bilan, liderlaringiz bilan iliq suhbatlar o'tkazasiz do'stlar. Mana video ko'ring. Mana ko'ryapsizmi? Olov yonib turibdi. O'tin tashab qo'yilgan. Ana shu o'tinning oldida o'tirib, isinib, sizlar bilan choy ichamiz. O'zimizni Greenway choylaridan suhbatlar quramiz, mazza qilib. Mana bunaqangi manzara do'stlar. Panoramli oyna restoranidan maza qilib issiqqina o'tirasiz, ovqatlanib, tashqarida esa qor, panoramli polniy, mana ko'ryapsizmi? Tomi ham oyna, devori ham oyna. Ko'ryapsizmi qanaqa joy? Bu endi yozdagi, bahordagi ko'rinishi bu. Bu adashmasam bahor, bu erta bahorda, qishning oxiri, erta bahorning ko'rinishi bu. Mana lolalar ko'ryapsizmi? Bahorligi bilinib turibdi. Mana bu mamlaqangiz issiqqina joylar. Mana bu yoz do'stlar. Bu yozdagi ko'rinish. Yozda ham borsa bo'ladi u yerga. Mamlaqangi tapchanchalari bor. Mana men aytgan kamin. Shu yerga barbekyu qilib qo'yamiz sizlar bilan. Haligi shashlikchalar qo'yib qo'yib, mana bu nima deydi, barbekyular qo'yib qo'yamiz. Haqiqatan ham juda go'zal, juda chiroyli. Sizga hozir, в принципе, hammasi bor ekan.
Hozir sizlarga buni hammasini yuboraman do'stlar. Buni hammasini sizga yuboraman, mana bunday qilib tanlab, ko'rasiz qayerga borishimizni, хорошо? Mana do'stlar, sizlar bilan qayerga boryapmiz do'stlar. Так что hozir sizlarga ko'rsatgan materiallarimni, aksiya shartlarini hammasini yuboraman. Hozir hammasini olasiz. Hammasi hozir gruppaga tushadi do'stlar. Так что shartlarni o'ylaymanki tushundingiz. Juda oddiy shart. O'zingiz 200 PV va 5 ta shaxsingiz 200 PV. Tamom. Va siz sayohatdasiz. Shuning uchun do'stlar, doimiy bo'ling, biz bilan mazza qilib bu imkoniyatlardan foydalaning do'stlar. Sizlarni xudo xolasa ertaga, kstati bugun bizda yangi kanal ochiladi, nomi Greenway aloqada deb nomlanadi. Avval bizda Greenway jonli bo'lardi-ku, hozir endi nomi Greenway aloqada. Bu Greenway aloqada degan kanalimiz ochiladi va bu xudo xolasa sizlar bilan rejamizga ko'ra kechki payt uchrashuvimizni o'tkazamiz. Xudo xolasa. Так что do'stlar, bugun kechki payt soat 20:00 da uchrashuvimizda takliflaringiz bilan bo'ling va ertaga soat 9 da Impulsda yangi bilimlar uchun, yangilangan bilimlar uchun uchrashuvda kutaman do'stlar va yakshanba kuni esa sizlarni 11-yanvar kuni sizlarni kutamiz Toshkentda jonli uchrashuvda ertalabdan kechgacha do'stlar birga bo'lamiz. Da do'stlar, sistema bo'yicha barcha uchrashuvlarimiz sizni xizmatingizda va siz ham uni keling biz bilan birga xizmatkori bo'ling va birgalikda sistemani yanada zo'r rivojlantiraylik. Так что do'stlar, kechqurun siz Greenway aloqada ko'rishguncha. Paka-paka.